Assalomu alaykum. Bu mini traktorchani remont qilamiz. Yaxshi narsa, olti borti ham bor. 6 g'ildirak, 6lasi ham ведущий. Olti g'ildirak, ведущий. Подача sep bilan tormozlar bor. Коробка bu tomondagi отдельно, bu yog'i отдельно. Altaga o'xshab buriladi. Gaz oyog'ida. Motorni kultivovat qilish kerak. Yaxshilab yuvib, kraskalab. Shunaqa. Borti bor, bortini ham ko'rsataman. Kecha ichkarida edi, tashqariga olib chiqdim. Hamma yoq bahor havosi. Odamni ishlagisi keladi. Qarang go'zalligini. Kecha yerda haydatmasdan olib chiqib oldim. Biza ekdim огородga. Biza ekdik огородga. Mana bu borti. Borti. Mana bu borti. O'sha mini traktorchani oldidagi borti. Teleshkani ham tortaveradi. Baquvvat. 6 ta g'ildirak ведущийda. Xudo xolasa remont qilib, cho'tka qilib, yangi qilib, tozalab, cheki qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Obzorni. Bu hali bitgan yo'q. Mana bu bitdi. Buni bitirdim ichini. 12 talik pichoq ichida. Shu ko'rsatganim, men buni gapirib maqlamiz. Bo'pti, salomat bo'linglar. Xudo xolasa yaxshi kunlarda uchrashganimiz yaxshi.